Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu mavzu O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning shakllanib borish jarayonlariga bag'ishlanadi. Va bu mavzu doirasida O'zbekiston raqamli iqtisodiyotning shakllanish tendensiyalari, istiqbollari va bir qator sohalarda ushbu texnologiyaning, ushbu iqtisodiyotning mavjud bir holati va tahliliga bag'ishlanishini ko'ramiz. Raqamli sektorning iqtisodiy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog'liq 50% dan ortiq sohalarni keskin o'zgartirishi aniqlangan va bu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarini keskin o'zgartirib, ularning samaradorligini, vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishga asoslanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, tezkor internet foydalanuvchilar 10% ga ko'payishi yillik yalpi ichki mahsulot ko'lamini 0.4% dan 1.4% gacha oshirishi mumkin. Aynan raqamli iqtisodiyotda mamlakat yalpi ichki mahsulotdagi ulushi har yil taxminan 20% ga oshishi, bu rivojlangan mamlakatlar bu ko'rsatkich 7% atrofida. Uning ahamiyatini belgilaydigan ko'rsatkich sifatida qaraladi. Boston Consulting Group kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, raqamlashtirish ko'lamini 20 ta mamlakatdan iborat guruh uchun 2.3 trillion dollarga, taxminan 4.1% yalpi ichki mahsulot qiymati baholangan. Agar bu tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa, 10-15 yil ichida butun iqtisodiyotning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 30-40% ga yaqinlashadi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda, mamlakatlarda aynan IT sohasida taxminan 1% aholi mehnat qilayotganligi ta'kidlanadi. Va bu sektor ish o'rinlarini boshqalarga solishtirganda nisbatan demak kamroq yaratadi. Biroq IT yo'nalishining yuksalishi yangi texnologiyalarni o'zlashtirayotgan boshqa sohalarda ish o'rinlarini yaratilishiga turtki beradi. IT sohasida yaratilgan har bitta yangi ish o'rni uchun yondosh sohalarda taxminan 5 ta ish o'rni to'g'ri keladi. Axborot platformalarini birlashtirish natijasida paydo bo'lgan muloqot modellari yangi iqtisodiy texnologiyalar paydo bo'lishiga turtki berdi. Aynan yangi iqtisodiy texnologiyalar bu tashkiliy boshqaruv tizimlarini biror maqsadga xizmat qiladigan axborot mahsulotlarini yaratish, ularni uzatish, saqlash, aks ettirish uchun yaxlit texnologik platformani birlashtiruvchi va iqtisodiy agentlar muloqotiga sarflanadigan tranzaksion xarajatlarni maksimal darajada kamaytiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlashga doir har jihatdan yangi sozlanuvchi vositalar va usullar yig'indisi tushuniladi va uning asosiy tamoyillari bu tubdan yangi biznes modellarini yaratilishi, har xil IT xizmatlarini oqilona birlashtirish va ulardan foydalanish usullarini real iqtisodiyot sektoridagi tashkiliy va texnologik jarayonlarda qo'llash, tranzaksion xarajatlari va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan moddiy resurslarni minimallashtirishga yo'naltiriladi. Yangi iqtisodiy texnologiyalar raqamli texnologiyalar asosida mavjud iqtisodiy real rejalarni rivojlantirib boradi. Va buning chinakam asosini axborotni tizimlashtirish va tahliliy qayta ishlashga mo'ljallangan data centerlar va zamonaviy axborot tizimlari platformalari tashkil etadi. Bunda boshqaruvga doir konsalting va biznes tahlilga aloqador xizmatlarni taqdim qilish yo'nalishini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli iqtisodiyotning eng faol driver sifatida aytishimiz mumkin bu davlat. U raqamli iqtisodiyotning asosiy buyurtmachisi va iste'molchisidir. Masalan, Xitoy bu maqsadlar uchun 9 milliard dollar atrofida mablag' sarflaydi. Bozor kapitalizatsiyasi 210 milliard dollardan ziyod bo'lgan Alibaba internet resursi aynan ushbu sarmoyani to'g'ri yo'naltirilganligini isbotlab beradi. Yaponiya texnologiyalarni xarid qilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda o'zini ishlab chiqaruvchi tarmoqlarni yarata olmagani va texnik ishlanmalar darajasini muttasil yuqori holatga tutolmagani tufayli raqamli iqtisodiyotda yetakchi pozitsiyani qo'ldan boy berganligi ko'rinadi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat bu bir vaqtning o'zida eng murakkab bosqich hisoblanadi va bu ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanadigan xarajatlarni maksimal qisqartirishga yo'naltiriladi. Janubiy Koreyada esa elektron hukumat va elektron vositachilikka milliy byudjetning 1% ga teng miqdorda sarmoya kiritilib, har yili 10-15 milliard dollar hosil qilinayotganligi ko'rinadi va xarajatlar 30-40 barobar qoplaydigan daromad olinyapti. Davlat boshqaruvidagi axborot tizimlari bilan ishlaydigan kadrlarni tayyorlash ushbu sohaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Misol uchun
o'tgan asrning 70-yillarda Belgiyada davlat organlari xodimlarini o'qitadigan va ular uchun bevosita ish o'rinlarida tizimlarni sozlaydigan mutaxassislarning maxsus mobil guruhi demak tashkil qilingan. Qolaversa, raqamli iqtisodiyot butun dunyoni qamrab olishi tufayli axborotlashtirish va raqamlashtirishga oid har qanday davlat loyihasi kompleks ravishda ham yagona kodlash tizimi, iqtisodiy va boshqaruvga aloqador axborotni aniqlash asosida o'rganilishi lozim. O'zbekistonda bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasida ma'lum muhim o'rin egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Elektron hukumatga doir elementlarni tatbiq etish va raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash mamlakatning yaqin istiqboldagi taraqqiyot rejasida mustahkam o'rin olgan. Bu birinchi navbatda elektron hujjat almashishi ulushini yanada oshirish, davlat xizmatlarining muayyan qismini davlat xizmatlari markazi orqali bosqichma-bosqich ravishda elektron shaklga o'tkazish vazifasiga tegishlidir. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish barcha tarmoq va sohalarda avvalo davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligida zamonaviy AKT texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Birgina Prezidentimizni 2020-yil 5-oktyabrda qabul qilingan 6079 sonli Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, bu juda ko'p masalalarga yechim bo'lganligini aytishimiz mumkin. Raqamli transformatsiya realizatsiyasi bo'yicha so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar qatoriga alohida qayd etishimiz mumkinki, aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yanada rivojlantirish maqsadida yagona davlat interaktiv xizmatlar portalining yangi versiyasi ishlab chiqildi. Qolaversa, bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish virtual qabulxonasi business.go.uz platformasi ishga tushirildi. Qolaversa, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha eng istiqbolli strategik muhim loyihalar, shuningdek blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish sohasida chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan raqamli ishon jamg'armasi tashkil etildi. Normativ hujjatlar loyihalarini barcha manfaatdor vazirliklar bilan muhokama qilish maqsadida project.go.uz platformasi joriy etildi. Raqamli iqtisodiyot, texnologiya va biznes jarayonlarini ishlab chiqarish, logistika, tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirish uchun mamlakatimizda zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan IT parklar tashkil etildi. Qolaversa, mamlakatda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o'zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida 1 million dasturchi loyihasi ishlab chiqilib, bu loyiha doirasida mashg'ulotlarni tashkil etish uchun uzbekcoders.uz o'quv platformasi ham ishga tushirilganini aytishimiz mumkin. Aynan olib borilgan islohotlar natijasida O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmini qiyosiy tahlilga qaraydigan bo'lsa, 2016 va 2022-yillar mobaynida bu dinamika haqiqatan ma'lum bir ma'noda ijobiy tomonga o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda elektron tijorat savdo hajmi 2021-yilga nisbatan deyarli 2 barobar oshib, chakana savdo hajmini 4% dan ortiq qismini tashkil etyapti. Va O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmi barqaror o'sib borayotganini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda elektron tijorat savdolar hajmi 2021-yilga nisbatan 1.8 barobar oshib, taxminan 10 trillion 886 milliard so'mdan ortig'ini tashkil etadi. Bu umumiy chakana savdoni demak 4% dan ortig'ini tashkil etyapti. Xaridorlarga elektron fiskal belgilar chek taqdim qilish joriy etilgan elektron tijorat subyektlari yil boshidaga nisbatan bu ham ma'lum bir ma'noda o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Soliq xizmatlari platformasining ma'lumotlariga ko'ra, elektron tijorat subyektlari sonining sezilarli o'sishi kuzatilmoqda. Va aynan tahlil qilinayotgan yilda ularning soni 159 taga yetganligi ko'rinadi. Jumladan 52 tasi elektron to'lov tizimlari, 35 ta bank mobil ilovasi, 72 ta internet do'konlari va savdo maydonchalari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Yil boshidan tahlil qilinayotgan davrga qadar cheklar miqdori 28 trillion 438 milliard so'mni tashkil etib, shundan 7.4% internet do'konlar va bozorlar tomonidan ta'minlangan. Qolaversa, bu kabi ma'lumotlarni, tahlil ma'lumotlarni ancha davom ettirishimiz mumkin va bu ma'lumotlar slaydda keltirib o'tilgan. Aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi
demak davrlarda qabul qilingan ushbu qarorga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Ya'ni 2024 va 2030 yillarda O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab bergan alohida sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori aynan ushbu fikrimizni isboti hisoblanadi. Bu qarorga ko'ra mamlakatimizda 24 va 30 yillarda sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi. Bu aholi farovonligi, iqtisodiy o'sish, huquqiy landshaftlarni belgilab berib, bir qator yo'nalishlarda moliyaviy sektor, sog'liqni saqlash, qishloq va suv xo'jaligi, transport sohasi, raqamli hukumat va ta'lim sohalarida o'z ichiga olyapti. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilib, bu yerda oliy ta'lim muassasalarida o'qishlarni tashkil etish, davlat xizmatchilarining natijadorligini oshirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish bu sohada va aynan shu sohada kadrlar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Maqsadli ko'rsatishlar qatorida hukumatning sun'iy intellektga tayyorgarlik indeksi joriy yilda aynan 87-o'rinda mavjud bo'lib, bu ko'rsatkichni kuchli 50talik mamlakatlar qatoriga kiritish 2030-yilga reja qilib qo'yilgan va aynan shu sohada eksport, ishchi o'rinlarini yaratish, yashin iqtisodiyotni qisqartirish va ishlab chiqarish va samaradorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari sun'iy intellekt sohasida kadrlarni tayyorlash masalasiga ham e'tibor qaratilib, sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha mas'ul rahbarlarda malakani oshirish, davlat idoralarida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish va bir qator muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirish nazarda tutilyapti. Bundan tashqari 2030-yilda sun'iy intellektni qo'llash natijasida kutilayotgan daromadlar hajmiga qaraydigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi rivojlangan mamlakatlar doirasida keltirib o'tilgan. Axborot iqtisodiyoti mamlakatda raqamli iqtisodiyotni shakllanishi va rivojlanishini ifodalovchi yig'ma ko'rsatkichlar guruhi hisoblanadi va bu AKTlar, kontent, media va elektron tijorat sohasini o'z ichiga oladi. Aynan AKT savdosi va AKT xizmatlarini qamrab oladi. 2021-yil yakuni bo'yicha mamlakatda axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasi yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 17,66 trillion so'mni tashkil etgan. Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat savdosida aynan sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat tarkibida eng katta ulush AKT sektoriga to'g'ri kelganligini ko'rishimiz mumkin va bu 68,5% ni tashkil etmoqda. AKT sektori aynan ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish sohalaridan tashkil topib, bu tarmoqlarni axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat tarkibidagi ulushi mos ravishda 3,7, 2,2 va 62,7% tashkil etyapti. Va ushbu ma'lumotlar bilan bugungi ma'ruzamizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun